Yurak qon tomir kasalliklariga chalingan bemorlarda kechadigan patologik holatlar haqida gaplashamiz. Bunday holatlarda kuzatiladi nafas qisishi, astma. Yurak astmasi deb ataluvchi nafas qisishi xurujlarni hansirashdan farqlash kerak. Bunda bemor o'tkir havo yetishmaslik hissiga, ya'ni xurujsimon nafas siqishiga shikoyat qiladi. Yurak astmasi to'satdan o'tkir boshlanuvchi chap qorincha yetishmovchiligi bilan bog'liq. Oqibatida o'pkada alveolar va interstitsial shish rivojlanadi. O'pkaning interstitsial shishiga yurak astmasi xos. Xurujsimon boshlanuvchi nafas siqishi, ortopnoy holati, o'pkaning orqa pastki qismlarida nam, jarangsiz mayda pufakli xirillashlar va ularning kuchayib borishi. Alveola bo'shlig'iga qon zardobining sizib kirishi, so'ngra uning bronxlarga va traxeyaga o'tishi bilan kechadigan o'pkaning alveolar shishiga xos. To'satdan boshlanuvchi nafas siqishi, quldiragan nafas, pufaksimon pushti rang balg'am, o'pkaning barcha yuzasi bo'ylab yirik pufakli nam xirillashlar. Nafas siqishi xuruji odatda to'satdan tinch holatda yoki jismoniy va ruhiy zo'riqish vaqtida yoki undan keyin, ayrim hollarda tunda, uyqu vaqtida kuzatilishi mumkin. Ba'zan mavjud bo'lgan hansirash asosida yuzaga keladi. Va albatta yo'tal ham yuzaga keladi. Yo'tal yurak chap bo'lmacha va qorinchasi yetishmovchiligining muhim belgisi hisoblanib, yurak qon tomir kasalliklariga chalingan bemorlarda kichik qon aylanish doirasida uzoq muddatli dimlanish va bronxlar shilla qavatining shishi oqibatida yo'tal reseptorlarining qo'zg'atilishi sababli yuzaga keladi. Yo'tal odatda quruq, ba'zan oz miqdorda balg'am bilan ajralishi mumkin. Aorta anevrizmasida adashgan nerv qo'zg'alishi oqibatida ham quruq yo'tal kuzatiladi. Yurak kasalliklaridagi hansirash va yo'tal bemorda gorizontal holatda bo'lganda kuchayadi yoki paydo bo'ladi. Bunga sabab yurakning o'ng qismiga qon kelishining ko'payishi va oqibatda kichik qon aylanish doirasida yanada ko'proq qon oqib kelishi hisoblanadi. Bemorlarda qon tupurish. Bu yo'tal vaqtida balg'am bilan qon ajralishi, qon tupurish kuzatilganda bemordan uni paydo bo'lish sababi, balg'am bilan ajralayotgan qonning miqdori va xarakterini bilishimiz lozim. Og'ir yurak kasalliklarida qon tupurish ko'p hollarda kichik qon aylanish doirasida dimlanish, alveollarga zardob va eritrotsitlarning sizib kirishi va bronxlar mayda tomirlarining yorilishi, masalan aytaylik yo'talganda shu natijasiga kelishi mumkin. Qon tupurish ko'pincha yurakning mitral nuqsonida uchraydi. Shuningdek, o'pka arteriyasi tromboemboliyasida ham balg'amda qon aralashganini kuzatish mumkin. Aorta anevrizmasini nafas yo'llari yorilishida odatda to'satdan ko'p miqdorda qon ketadi. Bunga qo'shimcha tarzda bemorda shishlar kuzatiladi. Yurakning og'ir kasalliklarida katta qon aylanish doirasida venoz dimlanish natijasida shishlar yuzaga keladi. Bemorlar dastlab kunning oxiriga borib paydo bo'ladigan va tun davomida qaytadigan shishlardan shikoyat qiladi. Ular avvalo to'piqlarda va oyoq panjasining yuzi tomonida paydo bo'lib, keyin sekinroq asta tizzagacha ko'tariladi. Og'ir holatlarda suyuqlik qorin bo'shlig'ida yig'iladi. Bu asset deyiladi va bemorlar undagi og'irlik hissidan hamda o'lchamlarning kattalashganidan shikoyat qiladi. Shuni yodda tutish kerak, yurak kasalliklarida kuzatiladigan shishlar o'ng qorincha yetishmovchiligidan dalolat beradi. O'ng qovurg'a ostidagi og'riq aksariyat hollarda katta qon aylanish doirasidagi yetishmovchilik jigar dimlanishiga va uning o'lchamlarining kattalashishiga olib keladi. Oqibatda uning kapsulasi tortilishi natijasida o'ng qovurg'a ostida og'irlik hissi hamda og'riq paydo bo'ladi. Yuqoridagi shikoyatlardan tashqari bemorlarning ishtaha pasayishi, ko'ngil aynishi, qayt qilish, qorin dam bo'lishi bezovta qilishi mumkin. Bu belgilar qorin bo'shlig'i a'zolarida qon aylanish buzilishi bilan bog'liq. Aynan shu sababli buyraklar faoliyatining buzilishi va diurezning kamayishi ham kuzatiladi. Bemorlar tomonidan ko'p bo'ladigan shikoyat yurakning tez urib ketishi. Ko'p hollarda bemorlar yurak urib ketishiga shikoyat qiladilar. Bunda ular yurak qisqarishlarining kuchayishi va tezlashishini sezadilar. Yurak faoliyatini boshqaruvchi nerv apparatining qo'zg'aluvchanligi ortishi tufayli yurak urib ketadi. Uning tez urib ketishi miokarditda, miokard infarktida, yurak nuqsonlarida va boshqa qator kasalliklarda yurak mushagining shikastlanishi belgisi hisoblanadi. Biroq reflektor ravishda boshqa a'zolar shikastlanganda isitmalash, kamqonlik, nevroz, gipertiroz, ayrim dori vositalari aytaylik mana atropin sulfat qabul qilganda ham yurakning tez yoki noto'g'ri urishi kuzatilishi mumkin. Yurak urib ketishi kuchli jismoniy yuklamada, yugurganda, ruhiy zo'riqishda, qahva iste'mol qilganda, tamaki chekkanda sog'lom kishilarda ham paydo bo'ladi. Og'ir yurak kasalliklariga chalingan shaxslar yurak urib ketishini doimo sezishlari mumkin.
Ba'zan bu holat to'satdan rivojlanuvchi paroksizimal taxikardiya xurujlari ko'rinishida namoyon bo'ladi. Paroksizimal taxikardiyada bunda bemorlarda to'satdan birdan yurakning tez urib ketishidan shikoyat bo'ladi. Yurak ritmining buzilishi natijasida ba'zi bemorlarda yurakning noto'g'ri urish hissi kuzatiladi. Noto'g'ri urishi unga qotib yoki to'xtab qolish holati bilan kechadi. Shuningdek, bemorlarda bosh og'rishi, bosh aylanishi, shunga o'xshagan qator shikoyatlar bo'ladi. Yurak qon tomir tizimi kasalliklariga chalingan bemorlarda ko'p hollarda markaziy nerv tizimi funksional holatining buzilishi, umumiy holsizlik, tez charchash, mehnat qobiliyatining pasayishi, yuqori qo'zg'aluvchanlik kuzatiladi. Bosh og'rishi ko'proq arterial gipertoniya bilan og'rigan bemorlarni bezovta qiladi. Shuningdek, arterial gipertoniyaga quyidagi belgilar xos. Bosh og'rishi ko'proq ensa sohasida kuzatiladi. Bosh aylanishi, ko'z oldida to'r yoki tuman qorong'ilashish paydo bo'ladi. Burundan qon ketishi, ko'ngil aynishi, qayt qilish. Yurakning bir qator kasalliklarda miokardit, endokardit va shunga o'xshagan kasalliklarda tana haroratining subfebral, ba'zan yuqori darajaga ko'tarilishi kuzatilishi mumkin.